Beshinchisi qiziq odam. Kim? Po'lat chaqirdi do'sti. O'sha Po'latni ko'rdim. Kelishgan yigit ekan. Bu odam orqasida mafiyaning barcha qoidalari ostin-ustun bo'ladi. U yangi qonun yaratadi. Qiynaversak seni ham, meni ham, politsiyani ham otadi. O'tirishga ruxsat oldingmi? O'tirsam bo'ladimi? Po'lat alamdor. Isming juda ajoyib. Kim qo'ygan? Onam. Birinchi daqiqada birinchi gol. Dadang. Onang tirik bo'lganida seni kim bo'lishingni xohlardi? Diplomat. O'zing kim bo'lishni xohlarding? Mafiyachi. Oynaning orqasida kim bor? Juda qiziqayapsanmi? Oynaning orqasidagilardek emas. Juda bemalol, juda mahoratli.